Soliq qarzini o'z debitoringiz hisobidan undirish imkoniyati mavjudligini bilarmidingiz? Unda ushbu videoni oxirigacha ko'ring. 2025-yil 25-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining 1108-sonli qonuniga asosan Soliq kodeksiga yangi 121 modda kiritildi. Ushbu moddaga asosan soliq qarzi mavjud bo'lgan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar soliq qarzini o'z debitorlari hisobidan undirish uchun debitor bilan tasdiqlangan o'zaro solishtirma dalolatnomani ilova qilgan holda murojaat qilishlari mumkin. Taqdim etilgan o'zaro hisob-kitoblarni solishtirish dalolatnomasiga asosan soliq organlari tomonidan 3 ish kunidan kechiktirmay debitorning bank hisob raqamlariga murojaatchining soliq qarzi uchun inkassa topshiriqnomasi qo'yiladi. Yana bir imkoniyat. Ayrim hollarda soliq to'lovchilar o'z debitorlari bilan o'zaro hisob-kitoblarni solishtirish dalolatnomasini tuzishda qiynaladilar. Shunday vaziyatda soliq to'lovchi ushbu dalolatnomani bir tomonlama tasdiqlab, asoslantiruvchi